Davlat nima uchun qarz oladi? O'zbekistonning qarzi qancha va u nimalarga sarf qilinyapti? Bugungi mavzu aynan shu haqida. Xo'sh, davlat nima uchun qarz oladi? Uning asosiy sabablari nima deb o'ylaysiz? Qarz olishning asosiy sabablaridan biri bu iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishdir. Bunda davlat yirik loyihalar, yo'l va ko'priklar, elektr stansiyalar, sanoat va infratuzilmalar, inqiroz va favqulodda holatlar, ya'ni turli tabiiy ofatlar yoki pandemiya sharoitida ijtimoiy xarajatlarni moliyalashtirish, ya'ni pensiya va maoshlar, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari uchun qarz oladi. Bugungi kunga kelib O'zbekistonning umumiy qarzi qanchaga yetdi? 2025-yilning so'nggi 9 oylik statistikasiga ko'ra, O'zbekistonning umumiy qarzi 75,4 milliard dollarni tashkil etadi. Undan 38 milliard dollari xususiy va korporativ qarzlar bo'lsa, 37,4 milliard dollari tashqi qarz hisoblanadi. Agar bu raqamlar 2024-yildagi vaziyat bilan solishtirilsa, sezilarli darajada oshganini ko'rish mumkin. 2024-yil davlatning umumiy qarzi 64,1 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, undan 33,9 milliard dollarini tashqi qarzlar tashkil etgan. Xo'sh, bu qarzlar Jahon bankidagi ulushi qancha? Jahon banki O'zbekistonning eng yirik xorijiy kreditorlaridan biri bo'lib, uning hissasi davlat tashqi qarz tarkibidan taxminan 8 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Bu summa O'zbekiston tashqi qarzining asosiy qismini tashkil etuvchi xalqaro moliya institutlari doirasida yetakchi o'rindadir. Xalqaro moliya institutlari orasida Jahon banki ulushi taxminan 23% ni tashkil etadi. Jahon bankidan olingan qarzlar O'zbekistonda qancha muddatda va qancha foizda qaytarilishi kerak? 2025-yilda 21 trillion so'm va 2026-yilda 30, 2027-yilda 33,9 trillion so'm qaytarilishi prognoz qilingan. Xo'sh, agar davlatning qarzlari butunlay yo'q bo'lsa-chi? O'zbekiston qarzlaridan butunlay xalos bo'lsa, uning iqtisodiyoti qay darajada o'sadi yoki pasayadi? Rasmiylar bu haqida aniq ma'lumot bermagan. Biroq agar davlat qarzi bo'lmasa, iqtisod rivojlanishi, infratuzilma loyihalarini amalga oshirish ancha kechikishini aytib, qarzlar mamlakatning iqtisodiy va infratuzilma maqsadlarini qo'llab-quvvatlashga, shuningdek, budjet muvozanatini saqlashga xizmat qilib kelayotganini ta'kidlab o'tishgan. Demak, shunday xulosaga kelishimiz mumkin. Qarz bu vosita. Agar mas'uliyatsiz ishlatilsa xavf, to'g'ri ishlatilsa imkoniyatdir. Xo'sh, sizning fikringiz qanday? Izohlarda fikringizni bildiring.